Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz ma'lumotlarning yemi haqida. Mendan ko'pchilik so'raydi, nima ovqatlar bilan ma'lumotlarni boqasizlar deb. Boqasiz deb so'rashadi to'g'rirog'i. Men ma'lumotlarni har xil quritilgan yemlar bilan bir necha xil hamda muzlatilgan matil hamda muzlatilgan artemiya bilan boqaman. Lekin artemiyani hamma ma'lumotlarga beravermayman. Sababi u qimmatroq bo'lgani hisobiga ko'paytiriladigan baliqlarimga beraman hamda tanganikilarga beraman. Sababi ular o'sha ishlashiga, o'sishiga, ko'payishiga yaxshi foydali bo'lsin deb hamda ora-orada sotuvdagi baliqlarga ham berib turaman. Asosan beriladigan yemlarim suxoy ko'rimli, quritilgan yemli hamda muzlatilgan matil. Hamma baliqga shunaqa beriladi. Xo'p, hammada tushuncha bor. Tetra diskus eng yaxshi ovqat degan. To'g'ri, yaxshi ovqat. Lekin bundan ham yaxshi ovqatlar bor, bundan yaxshi firmalar ham bor. U ham xuddi shunaqa Germaniyaniki. Tetra Germaniyaniki bo'lsa, mana Sera degan firma bor. Bu ham Germaniyaniki. Lekin bu Serani Sera firmasining ovqatlarini ishlatganlar o'zligi bilsa kerak. Tetrani ovqatlarida ancha sifatliroq hamda ancha aqlliroq. Misol uchun mana bu Sera Discus Color Nature. Demak, diskus rang beradigan naturalniy ingrediyentlar bilan juda ham sifatli ovqat. Hozir buni ichida qolmagan, ichida boshqa narsa olib qo'yganman. Juda ham buni boshqa yemlari ham bor, Sera firmaniki. Tavsiya qilaman, olinglar, ishlatib ko'ringlar, zo'r. Tetraniki ham yaxshi, lekin Sera undan aqlliroq. Ha, keyin uchinchisi ham bor. Manda idish yo'g'ini tropical degani, tropical, mana shu tropical deb yozilgan bo'ladi. Uni ham mana tropical diskusi mana bu. Tropical granulasi. Bularni ham o'sha rangiga kuchaytiradigan bo'ladi hamda o'sha anaqasi ham bo'ladi. Quvvatini oshiradigani ham bo'ladi. Shu ikki xil bo'ladi. Bu yerda ham o'sha rangi bo'lsa, hamda yana quvvatini oshiradigani ham bo'ladi. Anu oti bilmaydi, esimdan chiqib qoldi. Hop, o'sha tropical firmani ovqatlari ham juda zo'r, sifatli. Bularning yana bitta pluslari tropical bilan Seraniki, Tetranikiga nisbatan suvni kamroq kirqiladi. Buni shunchaki aytayotganim yo'q, men ishlatgan narsamni bilib aytolmadim. Tetrada ham suvni kirqilmaganlari bor, lekin juda kam hozir. Bilmayman nimaga Tetraniki axlati ham chiriganda suvga rang beryapti. Baliq ovqatni yeb axlat qiladi-ku, o'sha axlati ham chirigan paytda yaxlit chirmayapti-da, suvga rang berib chiriyapti. Hamda yeganda ham suvga rang chiqib ketyapti. Bilmadim, sifat pasayganmi, qanaqadir hozir ko'rinishlari ham o'zgargan. Bu eski ko'rinishi bo'lsa, hozir yangi ko'rinishda chiqyapti. Chipslarning ham ranglari o'zgargan, o'zi oldingi chipslari ham suvni yog'lantirib yomon kirqilardi. Uni hammalar bilsa kerak. O'zi u chipsni ozgina-ozginadan berish kerak. Lekin bularda flake'lar bor, chipslar bor bularda ham, lekin bularda bunaqa narsa kuzatilmaydi. Hattoki baliq yeganda, chaynaganda ham suvga hech qanaqa zarralar ham chiqmaydi, rangi ham chiqmaydi. Xullas, ovqatni ham yaxshi hazm bo'lsa kerak, axlati ham qanaqadir yengil chiqadi, deyarli chiqsa ham tez yuvib qoladi. Xo'p, men ishlatadigan ovqatlar mana Sera Tropical firmalarining ovqatlarini ishlataman. Xo'p, keyin yana arzonchilaridan fermachilik ishlatadigan Aller. Allerni hamma biladi o'zi. Mana bu Aller. Bu mana spirulina bo'ladi. Spirulina Tropical firmani, o'sha Germaniya Tropical firmani spirulinasi. Buni o'sha bluzer mobalarimga beraman, hamda tanganikilarga beraman. Xullas, qimmatroq noyoproq baliqlarga beraman, chunki o'zi ham ovqatlarning ichida faqat shu emas, o'zi mana shunaqa flake ko'rinishli ovqatlar hamma firmaniki qimmatroq yuradi, chunki bular idishida kam bo'ladi hamda bu o'zi ko'proq natural ingrediyentlar solingan bo'ladi menimcha bunga. Hamda mana Tetrani chipsi bu. Bir paytda chelaklar olgan paytimda qolgani bu. Qizil bilan yashil aralashtirib yuborganman. Asosan bu yerda hozir yashili. Bu ham yaxshi ovqat, lekin kam-kam miqdorda berish tavsiya qilaman, chunki suvni juda mutli qilib yuboradi. Men endi hovuchlab berardim. Endi baliq soni ko'p bo'lgani uchun juda suvni kirqib tashlaydi bu. Filtrga juda nagruska bo'ladi buni suvni tozalash. Xo'p, bundan tashqari mana bunaqa hechniklarning ovqati ham bor. Buni firmasini to'g'risi bilmayman. Xitoy yemlar sotadigan bolalardan oluvdim. Lekin yaxshi bu ham suvni ozgina yog'lantiradi. Mana qo'liga ham o'zi yog'ib yuqadi-yu.
Lekin go'shtli oqsil miqdori juda ko'p ekan. Bilmadim bu Aler firmanikimi. Aler o'zi arzonchi firma hisoblanadi. Yemlari o'shanga suvni ozgina kir qilish ehtimoli bor, lekin bunchalik emas. Hattoki bunchalik kir qilmaydi. Yaxshi mashi ham mana Nosuvoyga o'xshagan bo'ladi. Buni yiriklari ham bo'ladi. O'sha hishniklarga beriladigan go'shtli oqsil ko'proq bo'ladi. Tetranikidan eng maqtaydigan yemi mana shu bo'ladi. Mana ikkita rangli mana. Bu ham o'sha sixlidalarga beriladigan Stix deyiladi. Shu suv tepasida suzib turadigan. Lekin buni Tanganikilarga tavsiya qilmayman. Tanganikilar buni yemaydi uncha-munchaga, chunki bilsanglar mana bu kalbuslar hamda frantozlar suvni tepasiga chiqib ovqat yemaydi uncha-munchaga. Endi o'rganadi vaqt soati bilan, lekin buni yeyishi qiyin, chunki bu yiri hamda. Buni maydasini bersa bo'ladi. O'zi tetrada qanaqadir hishniklik assortiment yemlari bor-ku, bizani bozorda nimagadir kam. Tetra ham yomon demayapman, lekin bizga faqat yirik hishniklarga, sixlidalarga o'sha yirik ovqatini olib kelishgan, mayda uni bolalarga kerakli narsa faqat tetra diskusi ular bizga bera olishadi. Tetra diskus bizga diskus uchun deb qo'yibdi, o'zi nomi bilan diskus balig'i uchun. Biz umuman Tanganikani bolalariga tetra diskus bera olmaymiz, chunki uni sostavi bizani boqayotgan balularimizdan bolalariga to'g'ri kelmaydi. Hamda Malaviy sixlidalarning bolalariga ham tetra diskus o'zi asli to'g'ri kelmaydi. Bu boshqa narsa. Bolalari boshqa narsa yeyish kerak. Bu ham yirik baluni ovqati bo'lib, o'zini anaqalari kuchaytirilgan bo'ladi. O'sha katta baluni ishtahasiga moslab o'sha qo'shimcha o'sha pripravalari qo'shilgan bo'ladi. Ziravorlari, xullas proteinlari o'sha qo'shilgan grammiga dolasi yuqori bo'ladi. Balularga har doim ham yaxshi ta'sir qilmaydi. Malyoklaga demoqchiman. Xo'p, tetraniki mana bu. Bu ham yaxshi deyapman. Xo'p, xudo xolisa. Keyin men Xitoy ovqatlaridan probaga olib ko'rdim. Mana to'qrog'i yaxshiroq chiqdi. Men ochirog'i uncha yaxshi chiqmadi. Gap ochig'i. Arzon ovqatli suvni xiralashtiradi. Bu tabiiy narsa. Bu ham tepada suzib turadigan ekan, yengil ekan, cho'kmas ekan. Lekin buni gap ochig'i mana bunisi yaxshiroq ekan. Bunda suv uncha kir bo'lmadi. Balular ham yaxshi yedim. Bunisini lekin balular yaxshi yemadi. Yesa ham bir ko'proq berib qo'ydim bitta akvariumga. Balularning sal mazasi ham qochib qoldi. O'zi bunaqa yengil ovqatli balularga berish boshlasanglar, yengil umuman qaysi firma bo'lishidan qat'iy nazar, yangi ovqatga har doim o'rgatish kerak. Azgina-azginadan berib balularni o'rgatsanglar, balular o'rganadi o'sha yemga ham. Afrika sixlidalari, endi men Afrika sixlida to'g'risi ko'pincha mavzu olib boraman. U bizning Afrika sixlidalar deyarli hamma narsani yeydi. Hamma narsani yeydi, farqi yo'q. O'tli bo'ladimi oqsil, go'shtli oqsil bo'ladimi, farqi yo'q. Xullas, Xitoy yemiga ham o'rgatsanglar bo'ladi, faqat me'yorda berish kerak. Azgina berib o'rgatish kerak bo'ladi. Buni misol uchun men ularni alaga beraymi? Yaxshi, yomon emas. O'ziga yarasha arzonchi ovqat. Endi firmalarga bizga endi arzonroq tushishi kerak. Oldin faqat Sierra, Tetra, Tropical firmalarning ovqatlarini berardim. Balular endi nima desa bo'ladi? Har xil vitaminlar olsin derdim. Hali ham beraman, mana azgina. Mana shu har xil yemlar bersanglar, har kuni bittadan berganinglarda ham har kuni balularni oshqozoniga har xil ovqat yeyilib, har xil vitaminlar, foydali o'sha elementlari tushaveradi. Balular sog'lom bo'ladi, yaxshi o'sadi. Xullas, sizlarni ham xursand qiladi, o'zi ham xursand bo'ladi. Shu, bundan tashqari etdimi yo'qmi? Muzlatilgan Artemiya, muzlatilgan Matil ham beraman. Matil o'sha kunora 3 kuni bir beraman. Artemiyani asosan ko'paytiriladigan balularga beraman hamda Tanganikalarga, malyoklalarga beraman. O'sishini o'sha malyoklalarni ham bunaqa bu kattaroq qo'yan, 2-3 santimetrdan kattalariga beraman. O'sha balular tezroq ko'tarilsin, tezroq o'ssin degan maqsadda. Suxoy ko'rimda balular sekin o'sadi. O'shaning uchun malyoklar boqsanglar, malyoklarga yaxlatilgan yoki jivoy ovqat berishni tavsiya qilaman. O'shanda bular tez o'sadi. Bu ham balonni turiga qarab berish kerak. Masalan, alunakaralarga go'shtli oqsil bo'lishi kerak, mubunalarga o'tli oqsil ko'proq bo'lishi kerak. Chunki mubunalar o'txo'r, alunakaralar
go'shtxo'r hisoblanadi. Hop, xudo xolasa bugun 8-yanvar, kecha ham video qildim. Xudo xolasa bugun kech payt joylayman, adashmasam, vaqtim bo'lganda. O'sha ertalab tushib ovqatlantirib shunani sizlarga aytib o'tib ketdim. Mana hozir men bu yana qaytaraman, Tetra firmasining diskus ovqati, Sera firmasining diskus ovqati. Va bu Tropical firmani diskus ovqati. Bularga beruvdim hozir, ozgina cho'chib ketishadi. Kamera bilan kelmayman-da bularga, telefon bilan. O'shanga cho'chyapti bular telefonni ko'rib. Bular intellekti ma'mulaga nisbatan, malaviy balularga nisbatan Tanganikaniki ancha aqlli. Telefonni mana ko'rsatmayman-da har doim. Mana bular telefonni ko'rib cho'chib ketdi. Bo'lmasam hozir uchib kelyapti ovqatga. Intellekti yuqori. Tanganiki valularni, uning sababi bor, bir aytib beraman, u haqida o'qiganman yaxshilab. Tanganiki valularni nimaga unaqa ko'rinish jihatdan ajoyib, suzishlari ajoyib. Bir u to'g'risida aytib beraman, o'zingizlar ham ma'lumot olsanglar bo'ladi. Tanganiki ko'li deb yozsanglar. Menimcha endi ko'proq ruschada informatsiyalar ko'proq shu YouTube'da. Bilasiz, qiziqarli. Qanaqa u ko'l paydo bo'lgan, nima balulari unaqa noyob, ranglari unaqa zo'r. Ularga rang berish shart emas, o'zi tabiiy ranglari juda yorqin, chiroyli bo'ladi. Unga o'ziga yarasha sabab bor. Tanganiki ko'lini baliqlari dengiz baliqlaridan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Ana toza qonlik bo'yicha, ranglari yorqinligi bo'yicha. Adashmasam shunaqa edi. Xo'p, xullas shu bugun mana yemlarimni ko'rsatmoqchi edim. Har xil yemlarni ko'rsatdim. Mana 1 2, 3, 4, 5, 6, mamti bor yana. Bu yerda garmonli ovqat turibdi. 7 deylik mayli. Bu yerda yana mana bor. Bu yerda 3 xil ovqat bor. 8, 9, 10, 11, 12 xullas nechta bo'lib ketdi bilmadim. Mana har kuni har xil ovqat berishga harakat qilaman. Baluli har xil vitaminlarga to'yib o'sadi. Hamda ertaga mendan keyin sotilganda baluli kim nima ovqat bergan paytda bemalol o'sha ovqatini yeyaveradi, ovqatga o'rgatish shart emas. Shu videoni qisqa qilib ko'rsatmoqchi edim. 12 minutdan oshib ketibdi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa kommentariy yozinglar.